Va sizlarga yana bitta yangiligimiz bor. Mana bu yerda qo'ylar uchun qo'y o'xirlar, mana bunday qo'y o'xirlar olib keltirib qo'ydim. Akalar, bu qo'y o'xirlarni qaranglar sizlar. Shunday ilmog'ini olasizlar, bitta qo'chqorchani tashlaysiz. Aka, bilaman qiynalayotganingiz, ana shu domda qanday boqsam ekan, domda sharoitida qiyin, joyim tor deydigan aka-ukalarga mana oddiygina ikkita qo'chqor tashlab o'g'ilchaga bemalol haqiqa qilib o'tkazaverasiz aka. Yo, 4 ta qo'chqor tsangiz, ana 4 taligi bor. 4 ta qo'chqorga mana tayyor tagida axlatini ertaman shipirib tashlaysiz, bo'ldi. Bular ham o'ta arzon, konteynerda profilidan bo'lgan, qalin, baquvvatidan bo'lgan, poltaxtasi ham baquvvat. Bemalol 100 kilo, 150 kilo qo'chqorni ham bemalol ko'tarib turaveradi. Endi buni gapni ko'p cho'zmayman. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi mana shunikini 2 million 300 ming so'm kelishtirib beraman. Bunikini 2 million 700 ming so'm. Buni ham kelishtirib beraman. 4 taliginikini 3,5 million kelishtirib beraman. Kelaverasizlar. Mana shu kanalga obuna bo'lib qo'yganlarga, Rizoboy kanaliga obuna bo'lib qo'yganlarga chegirmalari bor. Manzil Mingbuloq Jamashuv paxta klasteri ro'parasida Rizoboy do'konimizda.